Assalamu alaikum, hurmatli Nuqat Qarshi kanalına katılışlar. Bugün biz Oş oblasi Aravan rayonundayız. Aravan rayonunda kurslar qanday bo'ldi ekan sizga ma'lumot beramiz. Qaysi yerda bo'lsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli. Negativ yozmangizlar. Baringizlarga Nuqat Qarshi kanalida daima sizlarning xizmatingizda. Bugun Aravanga ish safari bilan kelganda shu yerda ma'lumot olib, sizlarga valyutalar qancha bo'ldi ekan shu yerda ma'lumot olib beramiz. Hurmatli, biz hozir Aziyabankka keldik. Aziyabankda 84 so'm 50 dolar, 89 so'm 20 euro, rubl olsa 1363 so'm bo'lgan 1000 rubl. Aziyabankda shunday boshqa yerda banklar ko'rsatamiz. Bizdan olsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Hurmatli, Aravan rayonida hozir. Hurmatli, RSK Bankka keldik. RSK Bankda 84 so'm 30 dolar, 89 so'm euro, 1 so'm 36 tiyin ekan bu yerda rubl. Hurmatli, rubl sal arzonlab ketdi. Finka Bankka keldim, hurmatli. Finka Bankda 84 so'm 50 dolar, 89 so'm 30 euro. Bu yerda 1000 rubling 1360 so'm pul ekan, hurmatli. Bu yerda sal qimmatroq ekan rubl. Hurmatli, Boqay Bankka keldik. Boqay Bankda 84 so'm 50 dolar, 89 so'm euro, 1 so'm 36 tiyin ekan rubl, hurmatli. Bu yerda rubl sal arzonroq qoldi, hurmatli. Mana bankka keldik. Bu bankda 84 so'm 50 dolar, 89 so'm euro, 1 so'm 36 tiyin ekan rubl, hurmatli. Hurmatli, shunday Aravandagi ko'rsatuv oyoqladi. Salomat bo'linglar, tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishcha tinch bo'linglar. Nuqat Qarshi kanalida ham sizning xizmatingizda. Juma namozida qabul bo'lsin deb demoqchimiz. Aravanga ish safari bilan kelib bu yerdagi valyutalarni sizga ko'rsatdik. Nuqatda qanday ekan, ustotetek Nuqatda ko'rsatamiz. Bo'lsa bugun shunday qo'shishamiz. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Hurmatli, Aravan rayonidan sizga ko'rsatuvimiz oyoqladi. Salomatda bo'linglar. Ko'rishcha tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Juma namozida qabul bo'lsin demoqchimiz. Sizning xizmatingizda Nuqat Qarshi kanalı.